Mana hozirgi davrda Jahon sog'liqni saqlash tashkilotini ma'lumotiga ko'ra, farmatsevtika bozorining 10-15% qalbaki noqonuniy dori vositalaridan iborat. Bu albatta jiddiy muammo. Hozir hamkasbimiz aytib o'tganlaridek, bu muammoga kurashish maqsadida O'zbekistonda Vazirlar Mahkamasining 149-qarori qabul qilindi. Bunga asosan mana 22-sentyabr oyidan dori vositalari markirovkalarini boshladi. Ya'ni hech bir davlatda asl dori bilan qalbaki dorini ajratish bo'yicha dori vositasi sug'urtalanmaganda. Buni eng samarali usuli bu raqamli markirovkalash hisoblanadi. Ya'ni hozirgi davrda mana hozir aytib o'tganlaridek, albatta markirovkalash jarayoni yaqinda boshlandi, lekin qiladigan ishlarimiz ko'p. Lekin bu jamiyatimizda eng kerakli yo'nalish deb o'ylayman. Nimaga deganda, mana dori vositasi ishlab chiqarildimi, to iste'molchiga borguncha raqamli markirovkalash tizimi orqali bu jarayon nazorat qilib turiladi. Bu degani, iste'molchi qo'rqmasdan o'sha dorixonaga kirganda mobil ilova orqali skanerlab, o'sha nima deydi, mahsulot bo'yicha hamma ma'lumotga ega bo'ladi, xotirjam o'zini nima deydi, mahsulotini sotib oladi. Mana hozir markirovka kodini ichiga demak qayerda ishlab chiqarilgan, qayerda saqlangan, iste'molchiga yetib borguncha bo'lgan jarayonlar hammasi kiritilgan. Ya'ni hozir mana yana hozir bu bo'yicha ishlar olib borilyapti. Sertifikatsiya, sifat masalalari, buni ham integratsiya qilib markirovkada ko'rinadigan qilinyapti. Mana hozir chegaralangan narx ham ko'rish mumkin. Hozir takomillashtiruv ishlari olib borilyapti.